Biz o'zimizga paxta ko'rdik. Yoli bor, anaqa bor. Endi omad bor. Omad bilan. O'zbekiston milliy terma jamoasi demak guruhdan chiqa oladi deb o'ylaysizmi? Meni fikrim bularni o'yini bilan xohlasa chiqish kerak. Chunki birinchi guruhdan o'tsa yoki sekin saralanib ketaveradi. O'zingiz Amerikaga ketyapsiz demak. Men xudo xohlasa nasib qilsa sham kuni ertalab uchyapman. Oqilingizni bersam, O'zbekistonda qaysi klubiga muxlissiz chempionatimizda? Biz o'zimizga paxta ko'rdik. Oxirgi marta qachon tushib muxlislik qildingiz? Shu bo'ldi, hozir to'g'risi oldin qiziqib tushib, anaqalagan borardi, u ketdi. Traktor jamoasi bo'lardi-yu. Aha. Ana qo'shnim bor edi, ko'chib ketdi. Yoqqa borib yurardi. Hozir endi bolalar sportiga qanaqa qaraysiz O'zbekistonda? Endi bilmayman. Bolalar sportiga. Bu ham yaxshi shug'ullanyapti. Ayniqsa mana bizda boks dunyo bo'yicha birinchi o'rinda-yu. Ha, boks bo'yicha juda ham yaxshi. Ha, ko'z tegmasa. Bular ham shunaqa bir evlab kelsa chiroyli ish bo'ladi. Hozir biz shunaqa loyiha boshlaganmiz Instagramda. Mana shu tushgan savollardan so'ng 5000 so'mdan sotyapmiz. Bundan tushgan mablag'ni shaharda emas, qishloqda formadan yoki sport anjomlaridan qiynalgan bolalarga sport anjomlarini olib boryapmiz. Bu narsaga siz qo'shilsangizda, qo'shilmasangizda sizdan xafa bo'lish yo'q. 5000? Atiga 5000 so'mga sotiladi. Shundan tushgan mablag'ni Menga 95 ming.